Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men bugun sizlar bilan Sevara ustoz birgalikda mukammal arifmetikani o'rganamiz. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Biz mukammal arifmetikani o'rganamiz dedim. Aynan mukammal arifmetikaga to'xtalishim sababi mental arifmetika bilan juda ham farq qiladi. Sababi bu fanda mental arifmetika, til va matematika uchalasi birgalikda o'rganamiz. Hozir sizlar bilan birinchi bosqichda biz mental arifmetikaga qanday kirishishni birma-bir o'rganib chiqib birgalikda til bilan o'rganamiz. Tayyor bo'lsak, boshladik. Demak, mental arifmetika bu juda ham qiziqarli fan. Farzandingiz yoki o'quvchilar qanday qilib tez hisoblashni o'rganadi, hozir shu haqida gaplashamiz. Hozir sizlar bilan biz birgalikda mental arifmetikaning eng asosiy ish quroli bo'lgan Avax haqida gaplashamiz. Rasmda ko'rinib turgan eng asosiy ish qurolimiz bo'lgan bu Avax hisoblanadi. Avax ko'rib turganingizdek shakli to'g'ri to'rtburchak shaklida. Toshlarimiz esa qator ustunma-ustun joylashtirilgan. 1, 5, 50, 10, 10, 100, 500 raqamlardir. Bu aynan qanday raqamlar? Hozir gaplashamiz shu haqida. Qaraymiz. Birinchi e'tibor bersak, Avaxning o'rtasida chizig'i bor. Chiziq berilgan. Bu chizig'imiz Avaxning chegarasi hisoblanadi. Ya'ni tepadagi osmon toshlari bilan pastdagi yer toshlarini ajratib turuvchi chiziq. Qachonki toshlarimiz, mana bu pastdagi toshlarimiz tepa tosh chegaraga tegsa son hisoblanadi, tegmay tursa nol holatida turadi. Ana endi pastdagi toshlarimiz, yer toshlarimiz 1 ga teng dedik. Tepadagi osmon toshlarimiz qiymati esa 5 ga teng. Pastdagi yer toshlarimizni sanaganimizda, ya'ni qo'shganimizda bosh barmoqdan foydalanamiz. Bu juda ham muhim. Ayirganimizda esa ko'rsatkich barmoqdan foydalanamiz. Osmon toshlarini qo'shib ayirganimizda ham ko'rsatkich barmoqdan foydalanamiz. Ya'ni tasavvur holatda ko'rsataman. 1ni ko'tardim, 2ni ko'tardim va ayirdim. 5ni qo'shaman, 5ni ayiraman. Mana shu holatda bo'ladi. Hozir biz rasmda berilgan holatdagi bilan tanib chiqamiz. Avaxning birinchi ustuni hisoblanadi. Birliklar, bu yerda raqamlar 1 dan 9 gacha bo'lgan holatda ko'rsatiladi. Ikkinchi ustunimiz esa o'nliklar. Bu raqamlar o'nlikni ifodalaydi. Ikkinchi ustunimiz, uchinchi ustunimiz esa yuzliklar. Ana endi nima uchun 500 yozilganligiga ozgina bo'lsa ham tushundikmi? Chunki pastki toshlarimiz tepaga ko'tarsak 100, 200, 300, 400 va 5 tushirsak 500 holatda bo'ladi bu toshlarimiz. Ana endi hozir Avax haqida ozgina tushungan bo'lsak, sizlar bilan biz nima qilamiz? Qiziqarli mashg'ulot o'tamiz. Ya'ni aynan mukammal arifmetika bilan bog'liq bo'lgan holatda bog'lab o'tamiz. Demak, ikkinchi holatni qaraymiz. Bu holatda o'rtadagi chegara degan chiziqni ko'rib turibmiz. Aynan mana shu chegaraga toshlarimiz tekkanmi? Yo'q, to'g'rimi? Demak, toshlarimiz tegmagan bo'lsa, bu albatta nima bo'ladi? Shunchaki 0 bo'ladi. Ya'ni 0 ingliz tilida 0 deyiladi. Keyingi holatga o'tamiz. Keyingi holat e'tibor bergan bo'lsangiz, chegaraga bitta toshimiz pastdan tepaga ko'tarilgan. Demak, bu holatda nima bo'ladi bizda? Avax toshimiz bitta yuqoriga ko'tarilsa, 1ni tashkil qiladi va 1 ingliz tilida nima bo'ladi? Albatta, 1 ingliz tilida 1. Ya'ni olmachi. Olma ingliz tilida nima bo'ladi? Apple. 1 apple. Qani ketdik. Birgalikda yana davom ettiramiz. Keyingi holat ingliz tilida 2 ni bilamizmi? 2. To'g'ri. To'g'ri topdingiz. Demak, ingliz tilida 2 raqamini bilamiz. 2 deyiladi. Endi ikkinchi holatda pastki toshlarimizdan nima qilingan? 2 ta toshimiz ko'tarilgan. Avaxda 2 ta tosh ko'tarilgani bu 2 raqamni anglatadi. 2 ta olma. Birinchi holatda olmani nima dedik? Apple dedik ingliz tilida, to'g'rimi? Ingliz tilida 2 ta olmamiz 2 apples bo'ladi. Keyingi holatimizda e'tibor berib turgan bo'lsangiz, pastki toshlarimizdan 3 ta tosh ko'tarilgan. 3 ta toshimiz mana 1, 2, 3. Demak, bu 3 ni ifodalaydi va 3 ta olma. Ingliz tilida qanday aytiladi? Boya birinchi raqamda aytib o'tdik, apple dedik, to'g'rimi? Ana endi ingliz tilida 3 apples. Yaxshi, ketdik. Endi keyingi holatda e'tibor bergan bo'lsangiz, hamma toshlarimiz ko'tarilgan. Ya'ni nima bo'ladi? 1, 2, 3, 4 ta toshimiz ko'tarildi va bu 4 ni ifodalaydi. 4 raqami pastda ko'rgan bo'lsangiz, 4 ta olma. Ingliz tilida nima deyiladi? Gaplashdik boya. Olmamiz apple deyiladi. Demak, 4 ta olmachi or apples.
to'rtta olmani ifodalaydi. Endi keyingi holatimizda abakusga e'tibor bersak, pastki toshlarimiz joyida turibdi va yuqoridan bitta toshimiz pastga tushgan. Bu pastga tushgan toshimiz 5 ni ifodalaydi. Ya'ni abakusda 5 toshimiz osmon toshini tushirsak, bu birinchi ustundan 5 ni ifodalaydi. Ingliz tilida 5 nima deyiladi? Qani kim biladi? Albatta 5. Demak, eng yaxshi ko'rgan mevalarimiz rasmlari berilgan gilos, ingliz tilida cherry deyiladi. Demak, 5 cherries. Ketdik keyingi holat. Keyingi holatda abakusda 6 ni ifodalaymiz. Ana endi 6 qanday ifodalanadi? Qani ketdik. 6miz tepadan 5 toshini tushiramiz, pastdan esa ko'rsatib qo'yilgandek, mana pastdan tepadan 5 toshini tushirdik, pastdan esa bitta tosh ko'tardik va ikkalasi birgalikda 6 ni hosil qildi. 6 ni ko'ramiz. 6 ingliz tilida 6. Ingliz tilida gilos nima dedik? Cherry. Demak, 6 cherries. Keyingisi. Keyingi holatimiz esa 7 ni. Qani ketdik. 7 da esa abakusda tepadan 5 toshimiz tushgan, pastdan esa 1, 2 ta toshimiz ko'tarilgan va 7 sonini ifodalagan. Demak, 7 raqamimizga biz yana yaxshi ko'rgan mevamiz, ya'ni nok rasmini qo'ydik. Nok ingliz tilida pear deyiladi. Ingliz tilida 7 ta nok deydigan bo'lsak, 7 pears. Yaxshi, endi keyingi holat 8. Demak, 8 raqami e'tibor bergan bo'lsak, tepadan 5 toshini tushiramiz. Pastdan 3 ta toshni ko'taramiz. 1, 2, 3 ta toshni ko'tardik va bizda 8 raqamini ifodaladi. 8 raqamini ko'rdik. Abakusda 5 toshni pastga tushirib, tepadan 3 ta tosh ko'tarsak, 8 raqamini hosil bo'ldi. Demak, 8 raqamida yana biz yaxshi ko'rgan mevamiz mevasi rasmida ko'rsatilibdi. Qani nechta nok bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ta nok dedi. 8 ta nok ingliz tilida qanday edi? To'g'ri aytdingiz. 8 pears. Ya'ni 8 raqamimiz ingliz tilida 8 deyiladi. Nokimiz esa pear. Ketdik keyingi holat. Keyingi holatda e'tibor bergan bo'lsangiz, birlik ustundagi barcha toshlar yig'ilgan. Ya'ni 5 toshimiz tushgan, pastdan esa 1, 2, 3, 4 ta toshimiz hammasi ko'tarilgan va hammasi birgalikda bitta ustunimiz to'liq yig'ilsa, bu 9 raqamini hosil qilar ekan. Demak, 9 raqamimiz, yigitlarimiz, o'quvchilarimiz juda ham yaxshi ko'radigan narsa bu robotlar ekan, Demak, 9 raqam ingliz tilida nima deyiladi? To'g'ri topdingiz, 9 deyiladi. Demak, 9 ta robot ingliz tilida qanday aytiladi? 9 robots. Juda ham to'g'ri. Ana endi keyingi holat. Biz birgalikda nima qilamiz? Bitta ustundan tashqari ikkinchi ustunga ham o'tamiz. Qanday bo'ladi? Ikkinchi ustunimiz mana ko'rib turganlaringdek, ikkinchi ustuni, birinchi ustun toza holatda bo'ladi. Ya'ni toshlarimizni ochib tozalab olamiz. Ikkinchi ustunda ko'rib turganlaringdek, bitta toshni tepaga ko'taramiz. Bitta toshni tepaga ko'tarsak, biz 10 ni hosil qilgan bo'lar ekanmiz. Ko'rdik-a? Demak, to'g'risi juda ham qiziqarli bu darsimiz. 10 ni hosil qildik. 10 ingliz tilida nima deyiladi? Eslab olamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To'g'ri topdingiz, 10. Olmamiz nima deyiladi ingliz tilida? Apple, to'g'rimi? 10 ta olmani ingliz tilida nima deymiz? 10 apples. To'g'ri topdingiz. Ana endi mana shu mashg'ulotlarni juda ham qiziqarli tarzda yana davom ettirish uchun xos sizlar bilan bitta qiziqarli platformada davom ettiramiz. Qanaqa platforma desangiz, hozir sizlar bilan 1 dan 10 gacha abakus bilan tanishdik. Hozir aynan mana shu 1 dan 10 gacha tanishganimizni mustahkamlash maqsadida qiziqarli bir topshiriq bajaramiz. Qanday topshiriq desangiz, hozir ekranda sizlarga flash karta abakusda toshlar ko'tarilib raqamlarni ifodalaydi. Siz aynan bu raqam necha ekanligini aytishingiz kerak. Faqat bitta shart bor. Bu raqamni ingliz tilida aytamiz, chunki biz ingliz tilida 1 dan 10 gacha raqamlarni o'rgandik. Qani, tayyor bo'lsangiz boshladik. 1, 2, 3. Birinchi raqam. Necha raqami? Bu raqamimiz albatta 5 toshimiz bilan 2 ta toshimiz necha bo'lardi? 7. Ingliz tilida qanday aytilardi? 7. Tekshirib ko'ramiz va bizda to'g'ri javob. E'tibor bersangiz, mana bu yerda to'g'ri javob bo'lsa, yashil bo'ladi, xato bo'lsa qizil holatda ko'rsatiladi. Keyingi holat bizda 1, 2, 3 tayyor bo'lsangiz, tayyor bo'lib turing. Faqat ingliz tilida. Necha raqam? To'g'ri topdingiz. Albatta bu 1. Ingliz tilida qanday aytilardi? 1. Tekshirib ko'ramiz va to'g'ri javob. Ikkinchi holat. 1,
2, 3 tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Bu raqam necha edi? Yana necha bo'ldi? 5 bilan ikkita toshimiz necha bo'lardi? 7. To'g'ri topdingiz. Ana endi raqamlarni o'rganib bo'ldik. Biz hamma raqamlarni eslab qolish, so'zlarni eslab qolish, she'rlarni tez yodlab olishimiz uchun xotiramizni mustahkamlashimiz kerak. Xotirani mustahkamlash uchun bizda bir qiziqarli juda ham shart bor. Ya'ni rasmlarni jufti bilan eslab qolishimiz kerak bo'ladi. Tayyormizmi? Tayyor bo'lsak boshladik. Demak, biz xotira rivojlantirish mashqiga o'tib olamiz. Juftlarni eslab qolishimiz kerak bo'ladi va har bir juftni eslab qolishimizga bizga atigi 3 soniya vaqt beradi. Tayyormizmi? 3 soniya. 3 ingliz tilida qanday aytilardi? 3 esimizda bormi? 1 2 3 deyish bilan biz o'sha rasmlar o'chadi. Shirik-shirigini eslab qolishimiz kerak. Tayyormizmi? Boshladik unda. 1 2 3. Diqqat bilan qaraymiz. Bu rasmda ko'rib turganlaringdek har bittasiga 3 soniyadan. Diqqat. Biz yaxshi ko'rgan multfilm qahramonlari. Juda ham yaxshi. Qani ko'ramiz. Mana bu malikachamiz bilan qaysi biri edi? Albatta, to'g'ri topdingiz. Barakalla. Keyingi qahramon bilan qaysi biri edi? Albatta, to'g'ri topdingiz. Keyingi qahramon bilanchi qaysi edi? Biz yaxshi ko'rgan Qorbobocha. Nomi nima edi? Muzlik, ya'ni qor malikasi holati chiqardi, juda ham yaxshi. Mana bu holatdagi mashqlarimiz xotirani rivojlantirishda juda ham qo'l keladi. Hozir sizlar bilan biz birgalikda qanday mashg'ulot qilamiz bilasizmi? Juda ham qiziqarli mashg'ulot. Bu mashg'ulotimiz bizni eng yaxshi ko'rgan mashqimizdan biri. Hozir sizlar bilan biz, ya'ni xotira mashqini qilganimizdan so'ng, ya'ni biz sizlar bilan nimalar o'rgandik? Abakusda birdan 10gacha raqamlar bilan tanishdik. Birlik, o'nlik, yuzlik holatlarigacha ko'rib chiqdik va biz aynan o'sha abakus raqam o'rganganlarimizni qiziqarli platforma orqali xotira mashqi sifatida qaytarib oldik, to'g'rimi? Va har bir raqamni ingliz tilida aytishga va'da berdik va va'dani amalga oshirasizlar. Ana endi keyingi holat, biz misol ishlashdan tashqari qiziqarli shartlar bilan ko'nikmamizni boyitishimiz kerak. Aynan qaysi holat desanglar, grafik chizish. Albatta grafik chizish bu ko'pchilik adashib ketishadi. Sababi grafik chizishda strelkalar o'ngga chapga holatlarda adashib ketishadi. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Buning uchun grafik mana rasmdan ko'rinib turibdi. Rasmda pushti nuqtacha, pushti ingliz tilida pink deyiladi, eslab qolamiz. Aynan shu nuqtadan ketma-ketlik bo'yicha davom ettiramiz. Ko'rib turganlaringda birinchi bo'lib ikkita o'ngga berilgan, ikkita o'ngni chizib o'chirib qo'yaman. Ikkita qiya chiziq tepaga o'chirib qo'yaman. Bitta qiya chiziq pastga o'chirib qo'yaman. 4 ta pastga o'chirib qo'yaman. Ikkita pastga, ya'ni qiya shaklda o'chirib qo'yaman. 5 ta katak, ikkita, 4 ta, 5 ta, o'ng tomonga e'tibor beramiz. Bitta esa qiya holatga, bitta tepaga, bitta yonga, 3 ta tepaga. 3 ta tepaga chizdim. Yana bitta yonga. 2 ta tepaga. Mana shu holatda davom ettiramiz. 2 ta o'ngga. Har bitta chizgan raqamimizni strelkasi bilan birgalikda o'chirib ketsak, adashmaymiz. 4 ta katta pastga, 2 ta, 4 ta pastga, bitta yonga, bitta pastga, yana bitta yonga qilaman. Yana bitta pastga. E'tibor berasizlar, strelkani agar o'chirib ketsam, umuman adashmayman. Shu holatda davom ettiramiz. 6 ta tepasiga, 2 ta, 4 ta, 6 ta, 2 ta yonga o'chirib olaman. Bitta qiya, e'tibor beringlar, qiya chiziqqa. Xo'p, 2 ta yonga. Endi 4 ta. 2 ta, 2 ta, 4 ta. Demak, 2 ta qiya chizig'imizni davom ettiramiz. Bitta to'g'ri pastga. O'sha nima chiqishi aniq, demak, 2 ta yonga, bitta qiya chizig'imiz va 2 ta tepaga, bitta yonga, 3 ta tepaga ekan. 3 ta katta tepaga, 2 ta yonga. 4 ta tepaga. Ko'rib turganlaringdek chiroyli mushukcha rasmi chiqdi. Bu o'quvchilarimiz, farzandlarimiz eng sevib bajaradigan qiziqarli topshirig'i.
Sizlar ham bu mashg'ulotdan ko'proq foydalaninglar, maslahat beraman. Juda ham qiziqarli. Endi keyingi holat. Bu holatda o'quvchilarimiz har doim sevib mashq qiladigan topshiriqlari desam adashmayman. Sababi har qanday kichik o'quvchilarni eng yaxshi ko'rgan mashg'ulotlardan biri hisoblanadi. Bu mashg'ulot xotira mashqi hisoblanadi. Bu mashg'ulotda 4 tadan bitta ortiqchasini aytish kerak. Mana bu rasmda qaysi biri ortiqcha desak, o'quvchilar ichidan hammasi xushku ustoz qaysi bir ortiqcha deydi yoki rangi yoki farqi. Aynan buni farqi. E'tibor bersanglar, to'tiqush, qarg'a, ukki, pingvin turibdi. Pingvin to'g'ri javob bo'ladi, sababi hamma qushlarimiz uchadi, pingvin esa ucha olmaydi. Keyingi holat. Yana bitta ortiqchasini topishimiz kerak. Bu holatda nima? Konfet, pishloq bo'lagi, non, choynak. Bu holatda qaysi bir ortiqcha desanglar, albatta choynak bo'ladi. Sababi qolgan holatdagilar yeyiladi, choynak esa yeyilmaydi. Mana shu holat ortiqcha bo'ladi. Bugungi mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan biz Abaks bilan tanishdik. Abaks holatdagi raqamlarini ingliz tilida aytdik. Meva nomlarini ham ingliz tilida aytdik. Qiziqarli xotira mashqlarini bajardik. Qo'shimcha topshiriq mashqlarini bajardik. Keyingi darsda, ikkinchi darsimizda esa o'nliklar mavzusi bilan tanishamiz va o'nliklar ingliz tili raqam bilan davom ettiramiz. Hammaga xayr.